Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? O'g'lim sizlardan kreditga narsa olgan ekan. Shunga boshliq bilan ko'rishsam maylimi? Marhamat, xush kelibsiz. Rahmat. O'g'lim sizlardan kreditga narsa olgan ekan. Yo'q, kreditga emas. Minehouse kompaniyasida halol nasiyaga savdo qilinadi. O'g'lim sizlardan tashqari juda ko'p joydan qarz olgan ekan. Mana shu sizlardan bo'lgan qarzimizni keyinroq ushsak bo'ladimi? Oho. Otaxon, o'g'lingiz ancha narsa olgan ekan. Lekin bir yildan beri hech qanaqa to'lov qilmabdi. Bilasizmi? O'zi bitta o'g'lim. Bu kuydirgi bunaqa kunlarni boshimga soladi deb o'ylamagandim. Hatto joniga ham qasd qildim. Jon bolam, o'g'lim, yo'q demang. O'zi bir narsa qilib qo'ysa men nima qilaman? Ochig'i, uyimizda halovat ham yo'q. Har kuni ertalabdan odamlar qarzini so'rab kelishyapti. Sotadigan narsam ham qolmadi. Faqat bitta narsam bor. U ham bo'lsa mana shu jonim. Shuni garovga qo'ygani keldim. Xohlasangiz tiz cho'kib sizdan iltimos qilaman. Yo'q, otaxon. Yo'q. Ota, o'zingizni bosing. Bu kompaniyamiz nomidan sizga hadiya. Biz voz kechdik. Yo'q, men albatta to'layman. Faqat kechroq to'layman. Otaxon, hadiya rad etilmaydi. Biz rozimiz. O'g'lim tug'ilganida xursandligimdan xalqqa osh bergan edim, o'g'il ko'rdim deb. Aslida o'g'ilmas. Kalamush tug'ilgan ekan. Farzandingiz haqida unaqa yomon gapirmang. Olmani tagiga olma tushadi. Bilganingizni qiling, men ketdim. Paxan nima deyaptilar? Paxan gapirurlar. Qo'yur, e'tibor berma, qarib qolganlar-yu. Ish quydan ham pul olish kerak.